Minecraftda 100% o'xshaydigan qishloq plus end portal sidini bilarmidinglar? Hozir sizlarga uni ko'rsataman. Uning uchun biz sid joyiga kirib olib, unga yozishimiz, ya'ni birinchi bo'lib yangi dunyo yaratamiz, adventure bosamiz va sid joyiga katta harflarda final deb yozamiz va buni shunchaki infinite va xolislar survival hozir kreativ holda ochasizlar va bu yerda sizlarga oddiy muhimi qishloq, mana bu yerda kompotning uyi va butun bir qishloqni sizlarga taklif qiladi. Bu yerda qishloq ham mavjud. Xolasizlar esa shunchaki mana bu uyga kelib, uyingizni sindirasiz, spawningizni oldida sindirib pastga tushishingiz bilan uyurni sizda u yerda mana bu narsa kutib oladi. Bu nimaligini hamma youtuberlar va Minecraft'lar bilsa kerak. Bu albatta o'sha kutubxona va bu yerda siz xohlaganingizcha qidirish shart emas. Shunchaki mana bu yerga o'tasiz, buni qo'yasiz, to'g'ri pastga va tayyor end portal. End portalni topolmasdan yurgan bo'lsangiz, mana buni sinab ko'rishingiz mumkin. Bu yerda hattoki mana bu chuvalchanglarning spawni va deyarli 2 ta yana ko'z qo'yilgan spawni ham bor end portal. Buni albatta sinab ko'ring. Tezroq bo'ling.